Bizga kelib tushayotgan savollarni inobatga olib, ya'ni qanaqa savollar, quyosh paneli nima o'zi, qanaqa tartibda ishlaydi yoki ko'p kommentariyada kuzatyapmiz, 3 ta konditsionerim bor, 2 ta xolodilligim bor yoki 2 ta televizorim bor. Bundan tashqari davlat toki yetib kelmagan, masalan, fermer xo'jaliklari bor, suv nasoslari bor. Ularni qanaqa tartibda quyosh panellari qo'yib ishlatsak bo'ladi degan savollarga bugun sizlarga mana shu video davomida oxirigacha ko'rsanglar, to'liq ma'lumot berib o'tamiz qo'ldan kelgancha. Bizni kuzatishga davom etinglar. Foydali ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, videoga like bosib, qo'llab-quvvatlash uchun bundanda yaxshiroq videolar olishimiz uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Instagram kanalimizda ham, Telegram kanalimizda ham, YouTube kanalimiz hammasini shu videomiz pastida qo'yib o'tamiz. Birinchi boshlaydiganimizdan quyosh panellari turlari. Quyosh panellarining turlari, qanaqa sifatlari bor, qaysi shaklda, misol uchun hammasini hozir ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu quyosh panellarini ommabop bo'lgan on-grid tizimi hisoblanadi. Bundan keyin gibrid tizimi hisoblanadi va off-grid bo'ladi. Keling, hozir on-gridni to'liqroq ma'lumot beramiz. On-grid tizimi, xo'p, aytaylik, siz xonadoningizga 10 kW quyosh panel stansiyasi qo'ydirmoqchisiz. Ya'ni on-grid sistemasi bu qaysi tartibda ishlaydi? On-grid inverterimiz quyosh panellari 10 kW ga olib hisoblaydigan bo'lsak, quyosh panellaridan 620 wattlik aytaylik Jinko panellarini qo'yadigan bo'lsangiz, bunda 620 wattlikdan 16 dona quyosh paneli qo'yiladi hamda o'sha 1/6 yonmaydigan kabellarimiz bor. Kabellarimiz birga on-grid sistemadagi 10 kWlik inverterimiz qo'yiladi. Bu nima beradi bizga? On-grid sistemasini yagona maqsadi davlatga sotib sizga daromad olib kelish bo'ladi. Bitta minus tarafini aytib o'tamiz. Qachonki davlat toki o'chib qoladigan bo'lsa xonadoningizga, quyosh panel inverteri, o'sha on-grid sistemadagi inverteri ham o'chadi. Qachon davlat toki qaytsa xonadoningizga yonadi hamda davlatga sotishga davom etadi. Bundan men nima manfaat olaman deydigan bo'lsangiz, davlatdan sotgan tokingizdan sizni xonadoningizdagi xarajatlaringizni ayirib, ortganini o'sha o'z hisobingizdagi karta raqamingizga oyma-oy elektr energiyadagilar tashlab beradi.